bir qiynalgan odamning og'irini yengil qilish, Allohning yo'lida to'liq bir oy e'tikof o'tirgan, yana qaysi masjidda? Masjid Nabaviyda. Payg'ambar alayhisalom masjidlarida bir oy e'tikof o'tirgandan afzal bo'lishi. Allohning yo'lidagi bir kunlik e'tikof do'zax bilan banda o'rtasiga kengligi yer va osmonning kengligidek bo'lgan xandaqlarning 3tasini joylash haqida hadislarni eshitganmiz, o'qiganmiz. Ibnul Qoyyim Javziyya rahimahulloh aytadilar: agar beruvchi odam bilsaki, o'sha bergan sadaqasi faqirning qo'lidan avval Allohning qo'liga tushishligini undan ko'ra ko'proq lazzatlanar deyaptilar. Ya'ni bu yerdagi Allohning qo'li majoziy ma'noda. Ya'ni sadaqa berilishi bilan Alloh subhanahu va taolo undan rozi bo'ladi degan ma'no kelib chiqyapti.